eng ko'p keladigan savol mana shu: sayohat necha kun, necha pul to'lanadi, qayerdan chiqiladi? Demak, qarang, Incruises bazasida 5,5 mingtadan ortiq yo'nalish bor, ya'ni marshrut bor. Siz o'zingiz bazadan o'tirib yo'nalishni tanlaysiz avvalambor, keyin uje necha kishi bormoqchisiz. Kayutaga 4 kishigacha sig'adi odam. Ya'ni misol uchun 3 kishiga boshqacha narx, 2 kishiga boshqacha narx, 4 kishiga boshqacha narx. Kayutalar 4 yulduzli, 5 yulduzliga qarab, eski yengilligiga qarab turib narxlari o'zgaradi. Keyin necha oy oldin bron qilishingizga qarab ham narxlari o'zgaradi va qaysi shahardan bron qilgan bo'lsangiz, ana o'sha shahardan chiqasiz laynerga. Men sizga mashincha narxda bitta yoki 5 ta narxni ayta olmayman. Chunki yo'nalishimiz aytganimdek 5,5 mingtadan ortiq. Uni siz o'zingiz bazadan ko'rishingiz mumkin bo'ladi a'zo bo'lib.